demak mana bugun 5-darsimiz, 5-darsimiz bo'lsa, biz o'tgan safar demak statik yuklarni demak tugatgan edik. To'g'rimi? Statik yuklarni qanday berish kerak? Statik yuklar demak plita o'tirayotgan regellar orqali ta'sir qiladi konstruksiyaga, to'g'rimi? O'sha narsani demak bizlar mana berib chiqqan edik mana. Endi bugungi darsimizda demak statik yuklarda bitta narsa qolib ketgan ekan menimcha. Yo'q, qolmaganmi? Qor yukini berdikmi biz? Yo'q. Qor yuki qolib ketibdi demak. Qarang. Qisqa muddatli yukda biz odamlar yukini 70% ni berdik, to'g'rimi? O'sha QMQ 20107 da 21 dan olingan o'sha 200 kilogrammida 200 kilogramni 70% ni berdik bizlar. Endi biz bu yerda qor yukini bermaganmiz. Mana bu yerda agar ochib qaraydigan bo'lsak, mana bizlarning отчетimiz qayerda joylashgan edi? Mana bu yerda. Mana отчетni ochib qaraymiz hozir. Mana bu yerda отчетimizni qaraydigan bo'lsak, qor yukini berish esdan chiqib ketibdi. To'g'rirog'i yodga kelmabdi. Tak, qarangizlar. Mana bu yerda 4-zakrujniya снеговая нагрузка ham mavjud покрытиеda. Ko'ryapsizlar? O'sha kratковременный нагрузка покрытиеga berilgandan tashqari, demak, снеговая нагрузка ham mavjud bizlarda. Demak, 70 kg. Bizlar yana kalkulyator izlaymizmi? Robotchikalarni chiqarib qo'ydi. Turibdi tepada. Demak, katta ekan kalkulyator. Demak, qaranglar, 70 kilogramni qanday beramiz qor yukini degan savolga yechim topishimiz kerak. Endi qarang. Mana bu yerda, mana bu yerda. E'tibor qilgan bo'lsangiz, qor yuki tepadagi mana bu regelga ta'sir qiladi, to'g'rimi? Va chetdagi mana bu regellarga ta'sir qilish kerak. To'g'rimi? Yoki regelga biz chetda regelga odamlar yukini berdik-ku, berdi 70%. Bizlar bitta ish qilishimiz kerak bo'ladi bu yerda, bitta stержень qo'shishimizga to'g'ri keladi. Tapoviy stержень bo'limiga kiramiz. Tapoviy stержень. Qor yuki tepada aviazishni poyezdga ta'sir qiladi, bilasizlar-a bu narsani? Ya'ni parapet devor terilgandan keyin tepasida 20 santimetrlik aviazishni poyezd yurgiziladi. Eshityapsizlar-a? Demak, ana shu aviazishni poyezdni yurgizamiz mana. Siz bo'ydamiz. Stержень ochiq qoldimi? Bu yerda qoldi. Boyagi bukilgan joyda. Yo'q, qo'ydik. Qo'ydikmi? Bukilgan joyda qolgan bo'lsa, aniq qilamiz. Mana shu yerda qilib ko'raylik, qani. Mana. Aviazishni poyezd mana bu yerda qoldi. Keyin bu tomonda. E'tibor qilamiz mana. Ko'rdingizmi? Demak, buni nima qilamiz? Biz yuk berishimiz uchun aviatsiya poyezdni chizdik sxemasini. Ya'ni stержень sifatida qaraymiz, tushunarli? Bunga faqat material berishimiz kerak bo'ladi. Yuk berishimiz uchun. Bunga brus tipidagi material beramiz. Plastik modulini demak 2.35 bersak bo'ladi. Bu B15 bo'ladimi? B20 berar ekanmiz. 2.75. Y darajasida 6. Demak 0.5 bo'lsan koeffitsient qoladi. Aviatsiya poyezdi demak qalinligini 40 qilamiz. Balandligini 20 cm qilamiz, to'g'rimi? Zichligi 2.5 mi? Demak, mana bu poyaz. Shunday desak bo'ladimi?
Qo'yasiz ekan bular. Ha, bo'ldi. Tamam. Mana shu ishlaymiz. Mana bu yerda o'chirib qo'yamiz faqat. Faqat diyormasmi? Mana oldi 25 diyor. Oldi 25lik devormi? 2 marta berdik. Demak, 2 marta bermaymiz, mayli. Osonroq bo'lishi uchun 25 qilib qo'yaylik. Bizga faqat yuk berishimiz uchun kerak bular bu narsa asosan. Tushunarlar? Demak, ishladimi? Mana berdim. Endi yukni qanday beramiz degan savolga javob. Biz yon tomoniga berishimiz ham shart emas mana bunga. Chunki yon tomonga yuk ta'sir qilmaydi, to'g'rimi? Qor yukini faqat oldiga, orqaga beramiz-ku. Bo'ylama yo'nalishda. Agar endi qarang, qor yukini agar mana bunday tomni konvert qiladigan bo'lsa, ta'sir qiladi bu tomonlarga. Mana bunday konvert qilishi mumkin yon tomonga. Bunaqa. To'g'rimi? Bunday. Bunday konvert usulda yopadigan bo'lsa, demak, bu yoqlarga ham strapilalar tushadi-yu, yuk ta'sir qiladi deb qaraladi. Demak, ana shunday yuk ta'sir qilyapti deb qaraymiz. Boshqa nimamiz yo'q. Demak, paganometrga bu yerga mana bunaqa beramiz, qarang hozir. Hozir. Ikki yon tomon qo'yib yuboraman hozircha. Oldi va orqasi uchun paganometr 4-3 uchun hisoblayman. Aslida oldida ko'proq hisoblashim kerak. 2 marta berar ekanmiz-da. Demak, mana. Orqa tomon uchun berishimiz kerak edi. 4-3 bular orqa tomon uchun. Old tomon uchun 4-3 plus 1-4 bo'ladi. O'tirish qismi. Demak, bunday qilamiz. Qisqa muddatli yukda turibdi. Nagruskaga kiramiz. Tekis taqsimlangan yukka kiramiz. 70 kilogramda demak hisoblab ko'ramiz. Kalkulyatorimiz bizda. Mana bu yerda 70 kilogram ko'paygan 4-3 teng. Bo'lamiz 1000 ga. Tonna taqsim metrga o'tkazish uchun 0.301, to'g'rimi? Mana bu yerga 0.3 yozsak bo'ladi. Bu qor yuki. Tepadan tushayotgan qor yuki. Tushunarli? Endi bu narsani biz regelga bersak ham bo'lardi, pastda regelga. Pastda regelda biz odamlar yukini berganmiz-ku, uning ustiga yana qayta-qayta yuk bermaslik uchun tepaga obashni qilib, obashniga berishni ma'qul ko'rdim. Chunki yog'och tepaga o'tiradi. Regelga emas, to'g'rimi? Demak, oldidagi obashni belgilaymiz. Demak, oldiga maksimal bo'yicha beraylik. 4-3 plus 1-4 mana bu. Mana masofa. To'g'rimi? 5 yetdimi? O'sha 5 7 bo'yicha beramiz mana. Demak, 70 ko'paygan 5 7 bo'lingan 1000. 0.4 da. Ko'rdingizmi? Endi yon tomonga mana buni yarmi ta'sir qiladi deb qaraymiz. Strapilalar kiysa, yon tomonga ham ta'sir qiladi. Strapilalar o'tiradi deb qaraymiz-da, tushunarli. 2 olamizmi? Tabii. 4 bo'ldi, yarim 0.2 qo'yamiz. Yo'q. Mana bu qarang, bu tomon uchun mana bu yuk maydoni edi. Bu yuk maydonining shagi edi. Bu shagi edi, to'g'rimi? Endi bu tomon uchun yuk maydoni shagi bu bo'ladi-da. 2 necha? 87. Demak, 70 ko'paygan 2.87 70 ko'paygan 2.87 0.2 ekan, to'g'rimi? Ha. 5.65. Mana 5.65 ni yarmi bu yoqqa tushadi. deb qarayapmiz. Примерно-da u точно emas u. Примерно. Endi bizlarda tepada regelga 4.30 ni yarmi, 4.30 ni yarmi tushadi, to'g'rimi? 4.3 ni o'zi. Bu degani 70 ko'paygan 4.3. 4.3. Lekin bittanisini xato qilibmiz-da biz. Yuk maydonida. Ikki chetda berishdi. 0.3 to'g'rimi mana berdim.
Nima uchun qatta qildik? Sababi mana 4 ta o'zini berib yubordik bunga. Lekin yarmi bunga, yarmi mana o'rtadagi-ku, to'g'rimi? Ana shunda qatta qildik. Buni to'g'rilash uchun nima qilamiz? Mana bu yerda qaytishiga kiramiz. Mana bu 0.3 qaysi mana? Bitta bosib, buni bossak mana bu. Ko'ryapsizlar? Mana bu 0.3ligi aniq, lekin mana buni o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu yerda izminit vibrni degan qismiga kiramiz. 0.15 qilamiz. Yarmi bo'ladi. To'g'rimi? Endi bu qismi ham mana bu 0.4 bo'ldi-ku. 0.4 emas, 0.2 bo'ladi. 4.3 yarmi bo'ladi-da. 1.4dan qo'shilmaymi? 4.3 yarmi 2.15. 4.3 bo'lam 2 ga plyus 1.4. Ko'paytiramiz 70 ga. 0.25 ekan. Ne qilamiz o? 0.25 yozamiz. Izminit qilib o'zgartirdim. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Bu qor yuki bo'ldi. Tushunarlar? Demak, qaytamiz mana. Keyingisiga o'tamiz. Endi demak bizga shamol yukini berishimiz kerak bo'ladi. Shamol yukini qanday yig'amiz? E'tibor qilasizlar. Demak, 5-zagrajdan ветровой нагрузка x. Demak, mana bunaqa qoidamiz bor bizda. Demak, seysmik yuklar va ta'sirlar bo'limida shamol yuklarini berish bo'yicha qismimiz bor. O'shanda aytadiki, shamol yuklarini hududga qarab tanlash kerak bo'ladi. Misol uchun, hozir ko'rsatamiz. Mana bu yerda 22-bitta shamol yuklamalari deb yozib qo'yibdi, ko'ryapsizlar. Shamol yukini topish formulasi mavjud. Wm teng W0 ko'paygan K ko'paygan S. Bu yerda Wm o'sha shamol yukining ta'siri, W0 bu shamol bosimining normativ qiymati, o'sha mana bu norma bo'yicha berilgan qiymati 38 kg birinchi tip birinchi hududdagi joylashgan hududlarda demak 38 kg metr kvadratga ta'sir qiladi. Ikkinchi tip hududda joylashganlarga demak 48 kg. Buni qayerdan olamiz? Birinchi tip, ikkinchi tip desa, demak mana bu yerda yozib qo'yibdi. Ushbu Shenqaning demak 5-ilovasi 3-xaritasi bo'yicha qabul qilinadi deb yozib qo'yibdi orqasida oxirida. Demak, ana shu bo'yicha olinadi. K balandlik bo'yicha demak bosimning o'zgarishini hisobga oluvchi koeffitsient. S aerodinamik koeffitsient kirish va chiqishda har xil bo'ladi. O'sha bo'yicha demak hisoblanadi. Mana e'tibor qiladigan bo'lsangiz, men ana shuni demak hisoblashni ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana bu K bor-ku, mana bu K. Qayerga qarab olinadi desa, mana bu yerda jadval mavjud. Balandlik bo'yicha o'zgarish. Mana bu yerda joy turlari va koeffitsient K. A, B, C, K ni olish bo'yicha 3 ta tipda kategoriya bo'yicha demak tanlashimiz mumkin. E'tibor qilingizlar. Shamol yukiga e'tibor qilingizlar, chunki og'ir. A tip qanday? Ko'llarning ochiq qirg'oqlari, suv omborlari, cho'llar, dashtlar, o'rmon dashtlari, demak, ochiq hududlarda, cho'llarda, dashlarda bo'lsa, A bo'yicha olamiz koeffitsient K ni. A ustun bo'yicha, tushunarlar? Agar shahar hududlari, o'rmonlar va balandlik 10 metrdan ortiq to'siqlar bilan teng ravishda qoplangan boshqa hududlar bo'lsa, shaharda yonida 10 metrlik zdaniyalar bo'ladigan bo'lsa, B tipda olamiz. Balandlik yonida 25 metrdan ortiq bo'lgan balandlikdagi zdaniyalar bo'ladigan bo'lsa, C tipdagi demak ustundan olamiz, tushunarlar? Bu yerda K koeffitsient, balandlik koeffitsiyentini. Endi K ni qayerdan olishni o'rgatdim. Demak, mana bu 38 normativ yukni qayerdan olamiz? Birinchi tip, ikkinchi tip ekanligini desak, mana bu xarita bo'yicha olamiz. 5-ilovaning 3-xaritasi, to'g'rimi? Mana hudud bo'yicha demak kategoriya belgilab qo'yibdi mana bu yerda. Tiplarida. Mana shu ekan. Demak, qarang, mana bu yerda kattaroq qilib ko'rsataman. Zarki Nurota, Zarafshon, Uchquduq va G'oz ketyapti mana. Zarafshon 1-chi tip bo'yicha olasiz 38 kg metr kvadratiga. Samarqand 2. Lekin bu yerda qor qoplamasi bo'yicha deyaptimi? Hudud iqlim xususiyatlariga ko'ra hududlarning xaritalari,
Yuklamalar tasvirlar bo'yicha Ilova 3-chi ilova. 5-ilovaning 3-chi anaqasi deydi-da, xaritasi. Demak, pastda ekan. U qordiki menimcha bo'lmaydi. Ikkinchi rasm bu. Ikkinchi rasm mana yozib qo'yibdi o'zi. Qish fasli Shamol deyapmiz. Shamol tezligi turlicha. shamol tezligi turlicha bo'ladi. Mana. Mana shu bo'yicha olinadi. Kategoriya 2 faqat Toshkent hududida 2 bor, Qoraqalpoqda 2 bor edi-da. Qolgan hamma joyda birinchi tip, birinchi nima bo'yicha olamiz. Samarqand hududlari, o'sha Qarshi, Surxondaryo hammasi 1 bo'yicha olinadi. Mana shu. Jadval xira ko'rinyapti. Mana bu sifir yozilgan bo'lishi kerak. 1 2 1 2 deb. Mana 2, mana 1 ko'ryapsizlar-a? Jadval men 4 xarita O'zbekiston. 3-chi xaritasi deydi, to'g'rimi? Mana 3. 5-ilovaning 3-chi xaritasi mana shu bo'yicha olinadi. Demak, Toshkent hududida 2 faqat. Qolgan hamma joyda demak 1 olib ketaverasizlar. Shamolni. Tushunarlar? Demak, mana e'tibor qiladigan bo'lsak, mana shamol yuklarini qanday berish bo'yicha demak O'zbekiston Respublikasining shamol hududlari shenqa o'sha bo'yicha oldik mana 1 bo'yicha olmay ekan. Bizlar Samarqandda bu Samarqand ekanligini qayerdan bilamiz? Demak, geologiyaga kiramiz. Bizda o'sha obyekt bo'yicha geologiyamiz mavjud mana. Geologiya bo'yicha Bozorg'om tumani Po'latchi mahallasi hududida savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi qurilishi loyihalashtirish degan. To'g'rimi? Demak, Bozorg'omda, ya'ni Samarqandda qilinyapti. Demak, e'tibor qilamiz. Endi bizda mana bu yerda demak formulamizga binoan mana bu A tip emas, B tip bo'ladi, to'g'rimi? Chunki Bozorg'om o'rmonda emas-ku, to'g'rimi? Shu balandligi 10 metr bo'lgan bizdanelar mavjud deb qaraymiz. Demak, mana bu formulamiz W teng W0 ko'paygan S ayrilgan koeffitsient K bu balandlik koeffitsiyenti gamma F bu yuk bo'yicha ishonch koeffitsiyenti deyiladi. Tushunarlimi? Demak, 38 olinyapti mana. S 0.8 kirish qismi uchun, chiqish qismi uchun 0.06 olinadi. Ya'ni karkas bo'ladigan bo'lsa, mana bu karkas kirayotgan tomondan 0.8 ayrilgan koeffitsiyent olinsa, chiqayotgan tomonga 0.6 olinadi. Tushunarli? Uni ham ko'rsataman qanday berish kerakligini. Demak, mana aktivli davleniya, ya'ni shamolda demak eng aktiv davleniyalar qanday hisoblanadi? faol bosim. O'sha kirayotgan qismi. Ya'ni vetrovой нагрузка час teni devorga ta'sir qilyapti. O'sha 1 metr kvadrat uchun hisoblayapmiz. Mana bu formula bo'yicha 38 ko'paygan 0.5 qayerdan olyapman? Mana bu K 0.5. Omega n bu yerda ko'rsatyapman W da, hay. 38 ko'paygan 0.5 olyapman K'ni. U 0.5 qayerdan olinyapti? Demak, mana bu yerda yuklar va ta'sirlar qanday edi? Zaps orqasidami? Mana bu ekan. Yuklar va ta'sirlar bo'limida mana K koeffitsiyentni olamiz. 5 metrgacha shamol o'zgarmas hisoblanadi. Balandlik koeffitsiyenti. 5 metrdan keyin shamol bosimi ortib boradi zaynlarda. 5 metrgacha bir xil shamol ta'sir qiladi. 5 metrdan oshgandan keyin balandlik o'zgarib boradi, o'sib boradi. Tushunarli? Demak, 0.5 mana shundan olinyapti. E'tibor qilingizlar, mana 0.5 ko'paygan 0.8 qayerdan olinyapti? 0.8. Demak, mana bu yerda aerodinamik koeffitsiyentini demak bizlar hisobladik. Mana bu aerodinamik koeffitsient kirish uchun 0.8, chiqish uchun demak 0.6 olamiz dedik. Bu yerda buni yozib ham qo'yibdi mana bu yerda hozir. Ko'rsataman sizlarga.
qaysi qismida yozib qo'yibdi? 0806 olasan deb. Xo'p, buni izlab ko'rib olamiz. Bizni demak отчет bo'yicha demak yozib qo'yibdi. Bu qiyinqada olingan. Mana shu yerda bor qaysidir bo'limida. Men to'g'risi umuman ko'zim unchalik doskani yaxshi olgan yo'q. Mana. Demak 08 o'sha aerodinamik kirish qismi 1.4 bu shamol bo'yicha ishonish koeffitsiyenti. Shunda hammasini ko'paytirsak 21.28 kg taqsim metr kvadrat chiqadi. Tonnaga o'tkazsak buni 0.021 tonna metr kvadrat. Tushunarli? Endi aktiv davleniyani bu boshlang'ich o'sha nuqtadagisi. Misol uchun mana bu zdaniyamiz X o'qi bo'yicha oladigan bo'lsak, mana bu boshlang'ich, mana bu tugaydigan qismi, to'g'rimi? Tepa qismi. O'shani inobatga olyapti. Demak, boshlang'ichda mana shu 0.021 tonna metr kvadrat, tugash qismida nima o'zgaradi? Balandlik koeffitsiyenti o'zgaradi faqat. 38 turadi, 08 turadi, 1.4 turadi. Faqat balandlik koeffitsiyenti o'zgaradi. Balandlik koeffitsiyenti nimaga qarab olinadi desak, mana bu yerda qiyinqada demak 5 metrda mana 0.5, 10 metrda 0.65. To'g'rimi? Demak, biz izlanamiz, e'tibor qiladigan bo'lsak, biz izlanamiz. 10 metrlik ekan, to'g'rimi? Точно 10 metr. Ko'ryapsizlar? 10 metrga hisoblaymiz, maksimal-ku. Demak, 0.85 bo'ladi mana bu yerda. Mana bu 1.14 olgan 0.85. Agar kimdadir qanaqadir savollar bo'lib, misol uchun qarang. Aytishlaringiz mumkin. Domlalar, mana bu 0.5 bo'lsa, mana bu 10 metr bilan 5 metr bo'lsa, biz sizlar ham 8 metr bo'lib qolsa-chi yoki 7,5 metr bo'lib qolsa-chi desa, o'rtasida qiymatni olamiz. Interpolyatsiya qilinadi. Interpolyatsiya nimaligini bilasizlar, ha? O'rta arifmetik yaxshimisizmi? Qarang, mana bu sifatlarga nisbatan misol uchun 5 metrdan 0.5 5 metrdan 0.5, 10 metrdan 0.65 ku. O'rtada misol uchun 9 metrdagisini ham, 8 metrdagisini ham topish mumkin shu qiymatlarga nisbatan. Interpolyatsiya qilib. Hozir men pauza qo'shamiz. Demak, qarangizlar. Bu yerda 38 ko'paygan bo'lyapti 0.85 ko'paygan 0.8 ko'paygan 1.4 bo'lyapti. 36 17, to'g'rimi? Mana bu qiymat 36 18 taqriban. Bu degani 0.036, to'g'rimi? Saqlanib qilib qo'yaman mana. Bu aktiv holatdagi, demak, shamolni bosimi kelib chiqdi. Ya'ni shamol kirayotgan qism. Endi shamol chiqayotgan qism mana bu aerodinamik koeffitsiyenti farq qiladi. 0.8 edi, 0.6 ga farq qiladi. Mana shu, faqat balandlik koeffitsiyenti mana ikkinchi qismda o'zgaradi. 5 metrgacha o'zgarmaydi. Tushunarli? Bu 0.85 10 metr uchun. Buni bitta hisoblaydigan bo'lsak mana 0.65 mi, 0.85 mi? Hozir ko'ramiz. 65 ekan-ku. Biz demak mana bunda xato qilibmiz-da. Buni ham 0.65 qo'ya olishimiz kerak, 0.85 emas. Boshqatdan hisoblaymiz. 38 ko'paygan 0.65 ko'paygan 0.8 ko'paygan 1.4. 0.27 66, to'g'rimi? 27 66. Bu degan 0.28 mi? Mana ham 0.65, to'g'rimi? Buni hisoblaymiz endi. 38 ko'paygan 0.65 ko'paygan 0.6 ko'paygan 1.4. 20 45 75 ekan. To'g'rimi? 20 75. Bu degan 0.0 21 mana. Mana bu topildi x bo'yicha. Y bo'yicha ham shuni o'zi bo'ladi. Mana shuni ishlayman. Ctrl S, Ctrl V qilib qo'yamiz. Chunki balandlik o'zgargani yo'q hech qanday. Faqat shak o'zgaradi. Tushunarlimi? Demak, buni endi qanday beramiz? Shamol yukini, demak, lira bo'limida qanday beramiz? Biz x o'qini aniqlab olishimiz kerak. Mana zx, to'g'rimi?
kirish qismi shamol mana shu tomondan. Qiyos stерженьlar belgilash qilib mana shu tomon ishlayman. Ana shunda shu tomondan devor ishlagan bo'laman. Ko'rdingizmi? Endi mana bu yerda shamol yuki 5. Shamol x ta turibdi edi tepada, ko'ryapsizlar. Endi mana bu yerda demak kiraman. Nagruzka bo'limiga kiraman. X o'qiga qo'yaman mana buni. Chunki x yo'nalishida shamol ta'sir qilishi kerak. Va mana bu yerda o'sha trapeziy holatda shamol, ya'ni pastdan tepaga o'zgarib boradi-ku, o'shanga kiraman va z o'qidagi yoki z o'qidagi devorga, z yo'nalishida ketgan devorga x yo'nalishda shamol beraman degan ma'noni bildiryapti mana. Chunki mana bu yerda x qo'yyapman, x yo'nalishida shamol stirkasini qo'yyapman va mana bu yerda men z o'qiga qo'yaman. Z o'qida turgan elementga x yo'nalishda beraman. Perpendikulyar degani. Mana P1, P2 nima? P1, P2 ni hozir topdik bizlar. Mana bu P1 boshlang'ich nuqtadagi shamol bosimi, P2 tugayotgan shamol bosimi. Chunki boshlang'ich nuqtada mana bu yerda e'tibor qilgan bo'lsak, shamol bosimi mana bu yerda ham bir xil, 5 metr balandda ham bir xil. Tepada faqat farqi bor. Demak, mana shuni bersak 0.021 tonna metrda, ko'ryapsizlar? Qarang, bu yerda bizlar stерженьga emas, yuzaga berishimiz kerak. Stерженьga o'tibmi, yuzaga kiramiz. Xuddi shu ishni yuzada takrorlaymiz. Chunki yuzaga berish, qarang, kolonnaga berishimiz mumkin yoki yuzaga berishimiz mumkin. Bizlarda devor bo'lgani uchun birdaniga yuzaga bersak qulayroq ham bo'ladi. Tushunarli? Z o'qiga qo'yamiz. Mana bu 0.021. Mana buni keyingisi necha edi? Aytib yordam qilib turingizlar-da. 0.028. 0.028. Ko'ryapsizlar? Mana shuni bitta bossam, mana o'sha stерженьlarga belgilama deyapti, bilma deyapti. Yuza yo'q-ku stержень deyapti. Agar boya stержень bo'yicha berganimda edi, o'sha stерженьga berib qolardi, xato berib qo'ygan bo'lardim shamol yukini. Chunki stерженьga unday berilmaydi. Stерженьga berish uchun shamol yukini mana bu yerda stерженьni yuk maydoniga ko'paytirish kerak. Chunki stерженьga bergan payt tonna taqsim metrga berasiz. Bu yerda tonna taqsim metr kvadratga beramiz. Mana, ko'ryapsizlar, o'zgarib boryapti tepaga qarab. Endi bu tomonga chiqish qismini beramiz mana. Devorda ishlaymiz. Men shamol yukini o'sha devor bor zdaniyalarga berishni mazza qilib beraman, to'g'risida. Juda oson. Shakka ko'paytirib o'tirmaysiz. Demak, endi xuddi shu usulni qilamiz. Mana ketdik, kirdik. Faqat mana bu yerda demak passiv, ya'ni aktiv kirish qismidagi shamol, passiv chiqish qismidagi shamol. O'sha passiv, ya'ni 0.06 va 0.021, to'g'rimi? O'shani kiritamiz mana bu 0.016, 0.021. Mana x o'qidagi shamol berib bo'lindi. Ichkari tomondan ta'sir qilyapti chiqish qismi. Chunki bu nima uchun kirish chiqish degani, mana bu yerda shamol katta yuk bilan bosim bergan paytida bu qismga ta'sir seziladi deganda, tushunarlimi? Shuning uchun aktiv passiv qilib berish shart shamolda. Demak, endi 5-yuklanish x bo'yicha shamol tugadi. Endi y bo'yicha shamolni beramiz. Savolim mana. Eshitaman. Shamol Ikki beramiz. Agar shu bino ikki etajli hozir yonida katta binolar bo'lsa, shamol yukini bermaymiz. Yonida agar toshni to'sib turgan bo'lsa, ikki yondan. O'sha ikki yondan berilmaydi, bu yon tomondan beriladi, ochiq tomondan beriladi. Uch yon tomondan to'silgan bo'lsa, bir yon tomondan beriladi. Qaysi taraf ochiq bo'lsa? Ochiq bo'lsa, o'sha tomondan beriladi. Demak, buni qanday beramiz? Mana yuzani ishlaymiz. Bu yerda yana bitta yuzamiz mavjud. Mana bu yuza, to'g'rimi? Mana. Ko'ryapsizlar, mana shamol yukini. Demak, faqat mana bu yerda y o'qi bo'yicha qo'yamiz endi. Qiymatlar bir xil. 0.021 va 0.028. X chiqadi. U muammosiz. Davlat buni kirish qismi. Faqat bu teskari belgiladi, sababi mana bu ost o'zgarib ketibdi. Ctrl Z qilamiz, kirish qismini bu tomondan qilamiz. 0.021. Yo'q, u izlangan kirishi bilan bu shamol kirish farqi bor-ku.
Mana. Ko'rdingizmi? Chiqish qismi bu tomonda. Yeza bor mana. 0.016 0.021. Shamol yukini oson berishda bu. Mana berildi bo'ldi. Shamol yuki ham tugadi. Dinamik yuk tugadi demak. Endi dinamik yukning keyingi qismi seismika zilzila X bo'yicha. Seismikaga bir e'tibor qilamiz. Seismika sal e'tiborliroq bo'lgansa, koeffitsiyentlar bilan ishlaymiz. Demak, seismikaga berishimiz uchun расчётga o'tamiz. Tablitsi dinamический загружениyaga kiramiz. Nechinchi загружение? 7-загружение. Ko'ryapsizlar, 7 qo'yaman shu yerga. Demak, mana bu yerda ochaman o'zimizni demak qiyinqamizni topib olaman. Ya'ni 2010396 turibdi bizlarda. Tushunyapsizlar? Bu yerda hali miyasini yangilamagan 21 chiqdi-yu, lekin 96 bo'yicha ishlasak ham xato bo'lmaydi. Demak, mana bu yerga koeffitsient uchitdi forma колебания, ya'ni necha marta tebransin deyapti. Tebranish holati soni deyapti. Demak, tebranish holatini kam 10 ta yozasizlar forma колебания 50-80% model massani 80%ni qo'shgan holatda tebransin deyapman. Tushunarlar? Demak, parametr bo'limini ochaman. Mana bunday oyna ochiladi. Mana bu oynani to'ldirish uchun nima qilasizlar? E'tibor qilingizlar. F1 tugmasini bosamiz ochgandan keyin. Mana bunaqa oyna ochiladi. Bu yerda sizlarga qo'llanma beradi. Seismik totallar qurilish 2010396 ni deyapti. Mana bu повторяемся коэффициент для 1 qo'yamiz, turadi, u avtomatik. Коэффициент ответственный сооружение. Mas'ullik bo'yicha koeffitsient 2-3 jadvalga qara deyapti. Mana bu koeffitsient ответственный сооружение. O'qiysiz, mos kelganini tanlaysiz. Managa 2-3 bo'yicha olamiz. Ya'ni o'sha seismik hududlarda qurilishni ochaman u. Demak 2-3 jadvalni topaman. Bu seismik hududlarda qurilish emas. Demak, mana bu 2-3 jadvalni ochaman, qarayman. Qarangizlar, e'tiborli bo'lingizlar faqat. Demak, mana bu yerda 2-1, 2-2, 2-3 jadval mana. Mana bu yerda aytayapti, ijtimoiy mas'ulligi yuqori bo'lgan o'ta mas'ul hamda noyob binolar. Unaqa bino emas bizaki, to'g'rimi? Zilzila va uning oqibatlari bartaraf etish davrida aholining fuqaro himoyasi uchun ishlab turishni hayotiy muhim bo'lgan bino va inshootlar. Bunaqa emas bizaki. Buzilishi ijtimoiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligi nuqtai nazardan zilzila bardoshligi muhim bo'lgan zdaniya emas. Va hokazo o'qiysiz, 1, 2, 3, 5 band kirmaydigan binolar turiga kiradi. Tushunarli? 1 olamiz ya'ni. Koeffitsient 1 ko'ryapsizlar, turibdi. O'shani demak mana bu yerga demak 1 olsak bo'ladi. Endi koeffitsient uchyotda повторяемся. O'sha zilzila muddatini takrorlanish davri 2-4 ga qaraydi deyapti. Uchyotda повторяемся, ko'ryapsizlar. 2-4 ga qaraydigan bo'lsak, 2-4 ga mana 7-8 ball. Bizlar bu yerda geologiyaga ham bitta e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Ochamiz, geologiyaga mana e'tibor qilamiz. Geologiyaga qaraydigan bo'lsak, oxirida geologiyaning vivodi mavjud, ya'ni xulosasi. Vivod deb yoziladi ruschada. Mana oxirrog'ida xulosa qismi mavjud. Mana vivod. Mana grunt основания deyapti, o'shanaqa tipdagi nima deyapti? Mana seismический площадка 8 ballik hudud deyapti. Grunt kategoriyasi birinchi tip kategoriya deyapti. Ko'ryapsizlar? Seismический площадкасы 8 ball, grunt tipi 1. Faqat rayon 7 ballik rayon. Har 200 yilda takrorlanadigan. Ko'ryapsizlar? O'sha narsaga e'tibor qiling. Grunt tipi mana bu yerda 3 ekan. Bu ikkinchi tipniki ekan. Demak 3 mana. Tretye. Ko'ryapsizlar? Demak 7 ball. Qaraymiz.
7 ballik zilzila, lekin grunt tipi 3. Men aytdim bunda sizlarga. Agar grunt tipi 3-tip grunt bo'ladigan bo'lsa, cho'kuvchi grunt bo'ladigan bo'lsa, 3-tip 7 ballik zona bo'ladigan bo'lsa, 8 balga olamiz deydi mesela. hisoblanadi. Biz 1 bal oshirib olamiz. 3-tip bo'lgani uchun. Lekin seismik plashatka 8 bal. 3-tip grunt. Biza 9 balga hisoblashimiz kerak. Plashatka 8 bal, 3-tip grunt. 9 balga hisoblashimiz kerak. Onun uchun nima qilamiz? Mana bu yerda demak, o'sha seismik hududlarda qurilishga o'tamiz-ku mana. 9 bal uchun 1.25 ta olamiz mana. Ko'ryapsizlar? Har 200 yilda takrorlanadi deb yozgan edi geologiyada. 200 yillikdan kam. Demak 200 yilmi? O'shanga nisbatan kiritamiz mana bu yerga. Demak 1.25. Koeffitsient etajni sarjini. Demak koeffitsient etajni sarjini 2 ga qara deyapti. Qaraymiz 2 deb topamiz. 2.9 2.10. Bizlarda 2 etajli izlanadi, to'g'rimi? Qavatlar soni 5 dan ortiq, bu bizlarga kirmaydi. Qavatlar soni 5 tagacha bo'lgan yirik panelli, bu emas. Panel emas bizlarga. Qavatlar soni 5 dan ortiq bo'lgan yirik panel, u ham emas bizlarda. 1, 2, 3 ga kirmaydiganlar 1. Mana bu bizlarga, to'g'rimi? Mana shunga demak o'qib ko'rib demak 1 ni olamiz. Keyingisi koeffitsient regularnosti deyapti. Koeffitsient regularnosti 2.25 yoki 2.12 ga qara deyapti. 2.25 yoki 2.12 jadval topib olaman. Mana 2.12 jadval. Taxta o'lchami bu binoni tepadan ko'rinishi. Demak to'g'ri turburchak shaklda bizaki, to'g'rimi? Demak ana shuni demak mana ko'ramiz. Mana uni yopmayman oynani, bizlar avtokart variantida ko'rishimiz mumkin bu narsani. Bu avtokartga topamiz endi bizlar. Mana bu narsani bu yoqda ochib yuboribmiz-da, mayli. Keyin o'tkazib qo'yasizlar-da, metall qismida ochib yuboribmiz uni. O'tkazib qo'yibman. Demak, avtokart variantini ochadigan bo'lsak, bizlarda demak, zdaniyamiz nechiga nechi ostlari. Mana e'tibor qiladigan bo'lsak, 22.6 ga 8.6. Demak, mana bu yerda aytayapti, qoida bo'yicha LX ni L ga bo'l. Bo'yini eniga bo'lasan, shunda 5 dan kichik bo'lsa 1, 5-8 oraliqda bo'lsa 1, 8 dan katta bo'lsa 1-2 koeffitsient olasan deyapti. Tushunarlimi? Demak, 22 bo'lamiz, 22.6 ni bo'lamiz 8.6 ga. Bo'yini eniga. 22.6 ni bo'lamiz 8.6 ga. 2.62 bu 5 dan kichik demak 1 ekan, to'g'rimi? Mana demak birdaniga qo'yishimiz mumkin. Demak liraga 1. Va koeffitsient seismический площадка. Seismический площадка koeffitsient nechi bizlarda? 8 bor. Buni qayerdan ko'rdim men? Osmondan olib ko'rmadim. Geologiyada mana seismический площадка 8 bor deyapti. O'shanga qarab men demak mana yerda nechinchi jadvalga qaraman? 2.7 deyapti. 2.7 ga qarayman. Ochamiz mana 2.7 ga qaytaman mana. 2.9 2.7 8 ballik plashatkami? Yani 0.5 olamiz. Lekin bizlar seismический plashatka 8 bal bo'lgan, 9 balga grunt 3 bo'lgan 9 balga hisoblayapmiz-ku. Shuni hisobiga demak 1 olamiz. Chunki ziyat chiqyapti. 1 oshirib olyapmiz. Endi indeks region qanday? Mana indeks region 2.2 jadvalga qara deyapti. 2.2 jadvalga qaraydigan bo'lsak mana 2.3 indeks region qayerda qurilyapti? Samarqandda. Region indeks 4. Mintaqa indeksi 4. Ko'ryapsizlarmi? 4 yerda olyapti. Mana buni demak 4 qilamiz. Kategoriya grunt bir-biridan olamiz. Kategoriya grunt bir jadvaldan olamiz. Mana bir. Demak, kategoriya grunt suvga to'yingan holatdagi bir o'q bo'ylab hokazo. Demak, bizlarda demak 8 ballik 8 bal lekin 9 balga hisoblayapmiz, to'g'rimi? Kategoriya grunt 3 edi geologiya bo'yicha, bilasizmi? Grunt tip 3. Mana. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana, tritiya.
Ko'ryapsizlar? O'sha bo'yicha mana bu kategoriya guruh 3 olamiz. Dekrement kolibaniya. Dekrement kolibaniya qayerga qarab olinadi? Nimaga qarab olinadi? 2.9 jadvalga qarab olinadi. Mana bu yerda demak 2.9 ga qaraymiz. Mana tarixda o'lchamlar katta bo'lmagan baland inshootlar, minoralar, mashtalar, murlar, alohida liftlar, shaxtalar 0.15. Devor to'ldiruvchilarning karkas deformatsiyasiga ta'sir etmaydigan hisobiy seysmik kuch yo'nalishida ustun balandligining kundalik kesim o'lchamiga bo'lgan nisbati 25 ga teng bo'lgan yoki undan katta bo'lgan. Bu metal karkasli zdaniyalar asosan. 1 va 2 ga kirmaydigan 0.3. Bandlarda kirmaydigan inshootlar 0.3. 0.3 olamiz bizlar. Va mana bu yerda demak x o'quv bo'yicha bo'lgani uchun seysmika x bo'yicha bo'lgani uchun x ga 1 qo'yamiz. Qolganini qo'ymaymiz. Qolganini qo'ymaymiz. O'zi avtomatik olamiz. Endi 8-загружение bor. 8 nima edi? 8 seysmika y edi. O'zimiz qilgan tanladim, mana bu avvalgiga qo'ydim. Mana bu biz to'ldirdik bir marta, shuni o'zini avtomatik qabul qilib, faqat mana 1 edi-ku. Bunga 1 qo'yamiz, o'zi avtomatik buni 0 qilib yuboradi mana. Grafik kerak bo'lsa, mana grafikni ham yozib berasiz. Mana. Berdim, galочка qilib chiqib ketaman, mana. O'chirsam, mana. Загружение yoqildi, ko'rdingizmi? Demak, zilzilani berdik biz. Kontrol qilinganmi? Labay? Kontrol qilingan.